Kunduzi vaqt bo'lmasa, kechqurun ko'kka olib chiqish kerak. Shu ko'k chiqqan paytda ko'kka to'ydirish kerak ekan-da bularni. O'zimiz ham mavsumida nima chiqsa o'sha narsani yeymiz-ku. O'shanga o'xshagan. Hozir 3 ta otim ham bugun kechroq chiqdi. Bunisi bu yoqda. Bu ham mazza qilyapti. Qorong'i bo'lishiga qaramasdan. Xullas. Ancha tozalab qo'yibdi. Bunaqa emas edi. Ancha serot joyga bog'lavdim-da. O'zi bir pasda tozalab tashlaydi. Bu 3-otimiz mazza qilyapti. Bu yoq. Xullas, xulosa shu. Otlarni o'z vaqtida kerakli ozuqa bilan ta'minlash kerak. Shunda yaxshi chopadi. Xudo xolasa kuzatib turinglar. Yaqin kunlarda otlarni choptirgan olib chiqamiz.